Bitti. Jamshid aka degan yo'q dedi. Birinchi maktabga kimdir bor dedi yana. Maxsus ko'ramiz. Jurnalist degan sambodan tarafidan shug'ullanganda, u toni boks bilan shug'ullangan. Toniga ko'p sportchilarimiz bo'ldi. Keyin birinchi maktabga Falonchaga bor dedi. Keyin borsam shogirdi shug'ullanagan ekan. Keyin kuzatib turdim, hozir trenirovka tugasin aka. Yopishamiz dedi. Birinchi ulug'bek maktab. Mayashib ketdi, keldi telefon bo'ldi. Ikkita bacha urushga endi bir-birini. Umuman gapib o'tmayapti-da bachaga. Yarashib yalinibsizlarni, trener yalinibdi. Qaysi kunga kelaylik, Faloncha qilgan. Bilmaydi. Siyosat bo'lmasa, keyin bordi, namozga 3 ga olib kelasiz deyapti u. Keyin yozga endi uxlaydi bacha. Shogirdim shug'ullanadi deyapti. Uchoy keyin nimaga? O'zim olaman uchoydan keyin. Tayyorlab beradi. Uni maqtab. Ko'rdim men bu yomon qattiq ko'radi. Unday kechib kelganlarni ayamaydi, uradi. Chiqadi, bitta yo'qotib turibdi. Zo'r shug'ullantiradi. Ana olga. Dahshatli ukun yuzasida bo'lsang, nimadan qatiydi? Qani, Toshbekda nima bor ekan? O'shanda judayam gapirmayman debdi. ko'p narsa bor ekan bitta. Siz ham hozir studentlikka ikki oy bor. Avtobus bilan kech qolsak, o'sha kuni shug'ullanamiz. Keyin u ishni kech kelganman. Qadam oldinga deydi, kech chiqamiz. Bitta ana bir odam ketadi, mana bu trenni o'zi. Tamam, bir hafta o'zida bo'lmaydi. Olga o'p. Yaxshi bo'lyapti, qarang, qani olga. Mana bitta joyga qo'yamiz. Ana ko'rsatamiz-a. Shogirdi bor edi, shogirdi undan ham qattiq ko'radi. Shogirdi ham ustozlar ko'rsatadi, bor. Sunnat aka degan edi, 81-yil. Shogirdi 80. Qo'yamiz do'stlar. Mobilga qo'yamiz. Zaxirlar kolleji bor. Ana. Juda yaxshi. Yani videoyu 3 qismlik qilolmayman. 3 qismlik qilishga rozi bo'ling. 3 qismlik qilolmayman. Telefonni yo'qotganman. Endi. Buni bosib qo'ying.